Mana ikkinchi kabashimiz yana radiatordan keldi. Akamiz mana shu radiator bo'yicha keldi. Jaddiy ichini ochib ko'ramiz. Qani birgalikda. O'ta xuddi shunday holat. Usti top-toza, ichi shu ahvol. Iltimos yana shu ikkinchi kabashimiz yana 25. Akalar. Usti toza, ichi shu ahvol. Yudrolilar. Mana ikkinchi mashinamizda radiatorlar ochilyapti. Usti toza, lekin qolib qolgan. Motordan yudrolilar. Mashinamiz bu yana shunday holatda yo'l keldi. Narsalar radiatorlar to'g'rilab o'rnida ishlar avjiga ketyapti. Bu yerda elektrik deysizmi, motor deysizmi, suzuvchi qiluvchilar deysizmi, mana hammasi bor ishlar. Kelaverasizlar. Bitta mashina yo'llar yig'yapti, motorlar qilindi, kraskalar qilindi. Endi salonda ishlar ketyapti. Avjiga ketyapti. Kelaverasizlar. Taksi nomer qo'yamiz. Yo'qsa sizlar aytgandek bildi. Kelaychilar bilan bo'lyapti. Yudrolilar akalar. Akalar. Usti toza. İçini ko'ryapsan. Mana ichi paxta bo'lib, gilam bo'lib yotibdi. Akalar yudrolilar. Xizmat kelaverasizlar akalar. Keldik. Mana mazgilar bekitib olamiz, miyalarni ham bekitib olamiz. Qizildir. Iltimos agar qayerdadir kamchiliklarimiz bo'lsa, shu blogerlik sohasi bo'yicha komment yozib ketamiz. Qanday obzor qilishlari komment yozib qo'yamiz. Endi yangi chiqqan blogerlarimiz Instagram sohasi bo'yicha ishlayni olamiz. Yani ishlari yaxshi beramiz. Mana orqasidan radiator orasidan, yuklarni orasidan beramiz. Hozir kapotga chek bo'lsa ham kapotimiz asoda bo'lib qoladi. Yaxshilab o'tib. Ayabimiz qancha o'zimizga toza bo'lsa yaxshi. Orqa bitimiz bor. Shuni katta asta faqat me'yorida ko'p sepmaymiz. Ko'p sepsa ham zarar. Radiator deysizga astagina radiator tegmagan holatda, radiatorga zarar bermagan holatda sepamiz. Motorga. Akalar shu mazgilarni bekitish sizlardan chiqmasin. Bo'lmasa ham katta ziyon ko'rasizlar. Asosiy shu yo'q degan joylarga sepsak yaxshiroq bo'ladi. Sal ichkariroq sepamiz, chunki korobkaga yetib borish qiyin. Bilmagan joylarimizni kommentda yana yozib ketasizlar. Postlarga sepsangiz ziyon qilmaydi kraskaga, faqat ko'p emas. Chunki kapotimiz ham loy sachrab qorayib qoladi, yog' sachraydi, shuning uchun ham sepgan. Ko'p emas.
va radiatorga sal ko'proq sepamiz. Ichkarisiga, tashqariga emas. Buyam folik shu yuz himoyamizga qisqa video joylaymiz. Video Instagramga hammasi shuning uchun ko'rsatolmadik yurganimiz. Dinamiz molga tayyor. Miyani majni bekitamiz, bekitamiz akalar. Bu salarisi uncha bekitish shart emas. Asosiy miya bilan bunisini ikkinchisini bekitsa bo'ldi. Akalar, shu bitta videoda ikkita mashina qo'yganimiz uchun ikkita mashinani oxirigacha videosini qo'yolmayapman, chunki sig'maydi. Yana kommentariyada bilmagan joylarimizni yozib ketasiz. Tripeda sepib olamiz, yaxshilab. Ichkariga ham ichkariroq kiramiz, chunki pena karaoke yetib borish qiyin. Shunday bo'ldi uchun bir qator ustidan bu o'ta yomon. Va o'zi biz eslatib olamiz, ximika kuchli bo'ladi. Qo'limizni kelsa yo yuzingizni kelsa kuydiradi bu narsa. Buni eslatib olamiz. Astagina. Motorni yog'li joylar, yog' tegadigan joy shu yerda bo'ladi. Asta va hada o'ylagan sepsak zarar qilmaydi. Va ichkariroq qilamiz, karaokega uncha yetib borish qiyin. Yonboshlaridan va filtr turadigan joy pastda, u qiyin bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha ucharli yo'rovga qilgan holatda sepamiz, chunki eng ko'p yog' bo'ladigan joy o'sha joy bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi, qanday bo'lishini, sirasini. Iye to'z. Yuvishni ko'ringlar. Masla bo'lib turgan joyi yana oppoq bo'ladi. Ko'rdingizmi? Hozir bu yerda suv sepgandan keyin qanday holatini ko'rsatamiz. Sho'skalab olamiz. Qattiq qilmaymiz, chunki radiatorga kirib qo'yishimiz mumkin. Ichi ham shunday. Hatto harakat qilmaymiz. Bir tizig'i yo'li bo'yicha. Ichini ham faqat bir tomonga tortamiz, tepa past qilmaymiz. Ustilarini ishqalaymiz. Yaxshilab. Yaxshilab olamiz. Radiatorni sabzorada sepamiz. Bitta o'zimiz qilyapti. Va ikki bo'lsa
Tashilmaymiz. Mana quritib olamiz shu holatda va yig'ishni boshlaymiz. Ketdik, ikkinchisini mana ikkinchisini ham ko'ramiz qanaqa ekan. Bu holatda bu o'zikda quritib olamiz. Kelar ko'ramiz. Tugadi. Bo'ldi. Ikkinchisini boshlaymiz. Biz yig'ishni boshladik. Ketdik. Bamper hamma tayyor. Endi yig'amiz. İkinci mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Xullas, sizlardan kelsa, sizlarga ham shot keladi.